Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, assalomu alaykum tojikistonlik bemorlar. Agar sizlarda nevroz bo'lsa, asabiylik, uyqusizlik bo'lsa, mana shu ish joyimga kelib ko'rinishingizni maslahat beraman. Bu yer So'g'd viloyati Istarafshan shahri Zulayho klinikasi. Azizlar, ozmi ko'pmi ushbu больницani bugun sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana shunday kraslar. Mana bu yer bemorlarni qabul qiladigan joy. Mana bu yerda navbat kutish mumkin. Bu yerda esa kabinetim. Bu yerda bemalol doringizni olib, damingizni olib, turli xil nevrologik kasalliklar bo'yicha davolanishingiz mumkin. Azizlar, shu nevroz, asabiylik, bosh og'rig'i sizni bezovta qiladigan bo'lsa, kelasiz, ko'ramiz, savol-javob qilamiz. Agarda siz uchun misol bir marta ko'rsatib ketish birinchi o'rinda bo'lsa, shuni istasangiz, bemalol ko'rsatasiz, ketasiz. Agarda yotib davolanish kerak bo'lsa, ki ba'zi hollarda shunday qilish kerak bo'ladi, unda nazoratim ostida yotib davolanishingiz mumkin bo'ladi. Nevroz va depressiyada yotib davolanadigan insonlarga psixoterapiya tavsiya qilinadi. 2-3 gruppaviy bo'lib, misol bemorlar bilan ishlashi mumkin bo'ladi. 20 daqiqa, 30 daqiqa, 40 daqiqa, 50 daqiqa vaqt sarflashim mumkin. Imtihon qilaman, savol-javob beraman, nazorat qilaman. Psixoterapiyadan tashqari dori ukollarini olishlari mumkin. Fizioterapevtik muolajalarni olishlari mumkin. Dam olishlari mumkin. Shunaqa azizlar. Boshqa rayon, boshqa viloyatdan bo'lgan bemorlarga bu ozmi ko'pmi sayohat vazifasini ham o'taydi. Ya'ni bir havo almashtiradilar, aniqroq qilib aytadigan bo'lsam. Shunaqa azizlar, bemalol kelib ko'rinishlaringiz mumkin.